Men ikkita tanlov bo'lgan yo'limda. Yoki IT sohasi yoki robototexnikadan davom etish. PDPga kelishimdan oldin PDP onlayn kursida o'qiganmiz. Hozirda katta proyektlar ham qilyapmiz Va taxminan 6 oylarcha o'qigandan so'ng o'zimni real proyektimni qildim. Bu dasturlashlarda hozirda kamida bir 10 tagacha proyekt qilganmiz. Hozirgi maqsadlarimdan biri Telegram messenjeriga o'xshagan messenjer yaratmoqchiman. Assalomu alaykum. Men ismim Shokirjonov Farruxbek. Men 9-sinf o'quvchisiman. Mening ismim Diyor, yoshim 17 da, Samarqanddanman. Hozir PDP School'da 11A-24-sinfda o'qiyman. Men birinchi marta IT sohasiga 2021-yil qiziqqanman. Undan oldin 2020-yil oxirlarida robototexnika sohasiga o'rganishga o'quv markaziga borganman Andijonda. Va Andijonda 1 yil o'rgangandan keyin Toshkentga musobaqaga kelganmiz. Va undan keyin men ikkita tanlov bo'lgan yo'limda, yoki IT sohasi yoki robototexnikadan davom etish. Men boshida robototexnikadan davom ettirmoqchi bo'lganman, lekin odamlar IT sohasiga ham kirib ko'r deganlar. Keyin 2021-yil yozlarda IT sohasiga kirganman, front-endga birinchi. PDPga kelishimdan oldin PDP onlayn kursida o'qiganman, Samarqanddan onlayn o'qiganman. Onlayn o'qib front-end va back-end Python kurslarini tamomlaganman. Men birinchi front-endda boshlaganman va juda ham yoqqan front-end dasturlashlar menga. To'liq o'rganib chiqmaganman, ammo o'rganayotganimizda 3 oylar o'rgangandan keyin men уже guruhdan ko'ra oldinroq o'tganman. O'zim self study qilib, YouTubedan qidirib, o'rganib oldinroq o'tganman. Chunki men juda ham qiziqqandim o'sha paytda. Уже sayt yaratish men soham deb o'ylayapman. O'sha paytda уже men juda ham ko'p narsa qilaman deb o'yladim. Lekin уже 2022-yil odamlar bu yerdan chiqarganlar meni va Toshkentga kelyapmiz. PDP akademiyasiga kelganmiz. U yerda 1 oy Python kursini o'qiganman. Python Kids. Chunki u paytda yoshim to'g'ri kelmasdi. Python Kids o'qigandan keyin u yerda ham xuddi shu kursga o'yin qiziqqanim uchun boshida juda ham tez o'rganganman. Va ustoz menga kelib aytganlar, "Sen уже bu guruhda qolsang, sekinlashib ketasan. Ko'pchilik bu yerda уже bilmaydi, nima deydi. Yosh bolalar dedi, kids bo'lganligi uchun shuni hisobiga men o'tdan chiqqanman va alohida onlayn ustoz bilan gaplashib, onlayn o'rganish boshlaganman Pythonni. 6 oycha o'qigandan keyin muammolar chiqishni boshlagan. Yoshim yoshligigami, bilmayman. Open tugatgandan keyin Python bo'yicha keyin уже qiyinlashib ketgan mavzular, kutubxonalar, har xil narsa o'rgangandan keyin odamlarga aytganman, shunaqa muammo bor deganman. Keyin unda to'xtatganimiz yaxshi deganlar, yaxshi aytding deganlar. Undan keyin keyingi yilgacha уже bo'sh qolganman. O'zim yana self study qilib front-end yoki boshqa tillar o'rganganman va 2023-yilda sentyabrda, avgustdan avgustda PDP School maktabi ochilgan. O'sha haqida odamlar aytibdilar menga. Shunaqa maktab ochilibdi, borib ko'ramiz ham deganlar. Xo'p deganmiz, keyin Toshkentga kelamiz, avgust 13-siga kelganimizdan keyin o'qituvchilarga gaplashganmiz. Menga maktab yoqqan. Yoqqandan keyin уже test olishgan boshida. Keyin testdan o'tganman, xudoga shukr. Shu bilan men maktabga qabul qilindim. PDPga shu yilda kelganman. Kelganimga bir 7-8 oy bo'ldi. PDPda kelganimdan keyin Java dasturlash tilini o'rganganmiz. Bu dasturlashlarda kichik Telegram botlarini yasashdan boshlaganmiz. Hozirda katta proyektlar ham qilyapmiz. Va taxminan 6 oylarcha o'qigandan so'ng biz Telegram botlar mavzusini tugatdik va men birinchi o'zimni real proyektimni qildim Telegram botlarda. Do'konning Telegram botini yasaganmiz, ya'ni o'sha Telegram botdan kirib bemalol xarid qilishingiz mumkin va dastavka qilib berishadi sizga. PDPda kelganimdan keyin Java dasturlash tilini o'rganishdan boshlaganmiz. Bu dasturlashlarda hozirda kamida bir 10 tagacha proyekt qilganmiz. Bu proyektlar ichida Telegram botlar ham bor. Telegram botlardan qurilish mollari do'koni haqida Telegram bot qilganmiz. Bu o'zimizning do'konimiz bo'lib, unga kirib bemalol mahsulotlarni buyurtma qilib, narxlarni ko'rib, rasmlarni ko'rib, bemalol zakaz qilib ko'rsangiz bo'ladi va mahsulotingiz yetkazib beriladi. Telegram botni yasashda bizda kalkulyator bo'limi bor edi, ya'ni u masalan xonangizni ma'lumotlarini kirgizsangiz,
unga nimalar ketadi, qancha ketadi, necha pul xarajat bo'ladi va o'sha qanaqa mahsulotlar ketishini bizning do'konimizdan birdan narxlari bilan chiqarib beradi va o'sha bo'limda biz qiyinchiliklarga duch kelganmiz va buni yechishda internetdan izlaganmiz, ustozlardan maslahat olganmiz va uni albatta yechib taqdim etganmiz. O'zim ham qurilishga qiziqaman va bir kun adam aytib qoldilarki, mana shu o'zimizni do'konimiz uchun Telegram bot yasab ko'r, qanaqa chiqadi. Yana klientlarga qulaylik yaratib beramiz. Yana onlayn savdo qilish uchun juda ham qulay bo'ladi deb aytdilar va shuning uchun o'zim ham sinab ko'rish uchun har tomonlama ko'rib va shu botni yasashga qaror qilganmiz. PDP School'dagi ustozim menga juda ham ko'p yordamlar berganlar, ko'p narsalarni o'rgatganlar va shu o'rgatganlari bilan biz shuncha narsalar qilganman. Chopper Pizza botida va u pizza botda birinchi default holatda long polling botda ishlatgandik, ya'ni doimiy ma'lumotlar olish uchun repga jo'natib turish. Unda nima muammo bor edi? U juda ham ko'p odam bo'lib ketganda, уже kontrol qilish qiyinlashardi, keyin ortiqcha nagruza bo'lib ketardi. Shuning hisobiga biz webhook o'tkazganmiz. U faqat Telegram botlar oldingidan ko'ra o'zgartirishga to'g'ri kelgan va bunda menga Java ustozi muhandis yordam berganlar. U yerda уже Spring texnologiyasidan, frameworkdan foydalanganmiz. Biz hozirda ham bir loyihamiz bor, checker, AI checker bor. Bizda u qanday ishlaydi loyiha? O'qituvchi va o'quvchilar bo'ladi, bo'limi bo'ladi bu yerda. Bu ham Spring botda, Spring frameworkda yaratilgan. Bu botimizda masalan o'quvchi kirsa, shunchaki u yerda AI checker bo'ladi va imtihonlarga kirish yoki fayllarni olish degan battanlar bo'ladi. Ular qanday ishlaydi? Masalan, imtihonlarga kirishni bo'lsa, o'qituvchi unga ID beradi va ID dan keyin u imtihonga qo'shiladi. Va u yerda tizi masalan nazoratchini savollari tashlanadi va qanchadir soat belgilanadi o'qituvchi tomonidan, 1 soat masalan yoki 2 soat. U vaqt tugagandan keyin qabul qilmaydi javoblarni. Oxirgisi qabul qiladi va undan keyin uni qabul qilmaydi. Va har bittasi o'qituvchi tizida javoblarni ham bergan bo'ladi va u yerda AI avtomatik ravishda uni tekshiradi javoblarni va barcha o'quvchilarni javoblarni list ko'rinishida o'qituvchiga tashlab beradi va o'qituvchi uni bemalol tahlil qilsa bo'ladi yoki ko'rib chiqsa bo'ladi. Agar hammasi muammo bo'lmasa, bemalol yuborish tugmasini bossa, barcha o'quvchilarga javob yuboriladi. Undan tashqari u yerda dasturlashga yo'naltirilgan bo'limi ham bor. U bo'lim qanday ishlaydi? Masalan, siz haqiqiy dasturchisiz yoki team leadersiz, siz masalan jamoangizdagi, guruhingizdagi ishchini deylik proyektni olasiz, GitHubda bo'lishi mumkin, zip fayl bo'lishi mumkin yoki fayl txt faylda bo'lishi mumkin. Umuman farqi yo'q. Biz hamma fayllarni o'quvchi filtr qo'yganmiz u yerga. GitHubdan bo'lsa, GitHubga klon qilib olib o'qib chiqadi va uni EAga beradi, tizini beriladi va ishga ball beradi. Masalan, shuncha qilgan, bu 80% yaxshi, mana bu yomon tomonlari bor yoki qaysi dasturchi qanaqa darajadagi dasturchi yozgan. Deylik, masalan, junior dasturchi yozgan yoki уже middle dasturchi yozgan bo'lishi mumkin. Shuni ham tekshirib bera oladigan funksiyasi bor. Bu Telegram botimga 1 oylik vaqt ketgan to'liq tugashi uchun. Kelajakdagi maqsadlarim juda ham katta va bunga erishish uchun albatta PDP School'dagi ustozlarim yordam berishiga albatta ishonaman. Maqsadlarimdan biri gigant kompaniyalarga developer bo'lib ishga kirib, shaxsiy platformamni chiqarish bu eng katta maqsadlarimdan biri. Hozirgi maqsadlarimdan biri Telegram messenjeriga o'xshagan messenjer yaratmoqchiman. Hozir yildan yilga dasturchilar dunyo bo'ylab ko'payib boryapti, lekin ular uchun eng optimal Telegramga o'xshagan messenjer mavjud emas. Masalan, GitHub bo'lishi mumkin. Ularda ham Bash bilan ishlanadi, CMD bilan ishlanadi. Ular ishlatish qiyin, noqulay, ya'ni Telegramda bo'lsa cheklovlar ko'p. Ular dasturchilar uchun emas. Men bo'lsa shuning uchun optimal yechim bermoqchiman butun dunyodagi dasturchilar uchun. Telegram va Discord platformalariga o'xshash, lekin ulardan yaxshiroq
ulardan optimalroq dasturchilar uchun platforma, ya'ni u yerda nima bo'ladi? U yerda xuddi Zoomga o'xshagan chatlar bo'ladi, xuddi Discordda ham guruhlar, serverlar, chatlar bo'ladi. O'shanga o'xshagan funksiyalar bo'ladi va fayllar tashlash nisbatan osonroq bo'ladi va live kod bo'ladi u yerda. Live kod qismida nima bo'ladi? Siz teammatelaringiz bilan, guruhingizdagi odamlar bilan onlayn bemalol ishlashingiz mumkin. Men hozirda shu loyiha bo'yicha hozirdan izlanishlar davom ettiryapman va bunga maktab menga alohida asosiy bo'lmagan fanlardan menga vaqt ajratib berishdi. Bu menga juda ham katta foyda bo'ldi, chunki ertalabdan kechgacha maktabda bo'lamiz va uyga borib unchalik ishlashga vaqt bo'lmaydi, uydagi ishlari bo'ladi. Shuning uchun ham maktabda hozir vaqtim bor meni. Bu juda ham ajoyib. Men self study qilishim mumkin, platformaga kerak bo'lgan narsalarni qidirishim mumkin, o'rganishim mumkin. Bu menga juda ham katta foydali bo'lyapti hozirgi vaqtda.